OOP'da interfeyslar qisqa va lo'nda. Interfeysga oddiy qilib qoidalar to'plami sifatida qarashimiz mumkin. Shunda uni tushunishimiz oson bo'ladi. Ya'ni qoidalar deganda bu o'sha obyekt implementatsiya qilish kerak bo'lgan metodlar, xossalar va hodisalar interfeysda aniqlangan bo'ladi va interfeys uni implementatsiya qilmoqchi bo'lgan obyektni xulq-atvorini, behaviorni belgilaydi. Misol uchun bizda iFlyable, ya'ni ucha oladigan degan interfeys aniqlangan bo'lishi mumkin va uning ichida fly degan metodi yozilgan bo'ladi qoida sifatida. Ya'ni qoida deganim bu interfeysda implementatsiyasi bo'lmaydi, faqatgina o'sha metodni signature bo'ladi, nomi aniqlangan bo'ladi, qabul qiladigan turi, qaytaradigan turi va nomi bo'ladi. Endi uni o'zida implementatsiya qilmoqchi bo'lgan klass interfeysdagi o'sha metod xossalarni implementatsiyasini o'zi yozish kerak. Misol uchun iFlyable interfeysini bird degan klass, ya'ni qush degan klass implementatsiyasini beradi. Yoki bo'lmasa samolyot degan, aeroplane degan klass ham uni o'zida implementatsiya qilishi mumkin. Demak, endi interfeys bilan abstract klassning nima farqi bor degan savol paydo bo'lsa, abstract klass bu bir g'oyani ifodalasa va hamda o'zini child klasslariga base class, asosiy klass vazifasini o'tasa, interfeys bu o'sha bitta aniq bir xususiyatni, faoliyatini, xulq-atvorini belgilash uchun, aniqlash uchun qoidalar to'plami vazifasini bajaradi. Farqi shunda.